Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan Ustoz ko'makchi metodik markazi tomonidan ishlab chiqilgan 4 qismdan iborat 2-sinf matematika kitobining 2-qismidan 9-mavzu 24-darsimizni boshlaymiz. Mavzuimiz nomi 3 xonali sonlar. Hurmatli o'quvchilar, biz 3 xonali sonlarni bilishdan avval birlik nima, o'nlik nima ekanligini eslab olishimiz kerak. Birlik degani bu, mana bu bitta kubikcha. Ya'ni bitta kubikcha bizda bitta birlikni bildiradi. Mana shunaqa kubiklardan 10 tasini birlashtirsak, bu 10 ta birlik bo'ladi. 10 ta birlik esa bizda bitta o'nlikni hosil qiladi. Xuddi mana shu tartibda 10 ta o'nlikni birlashtirib yozadigan bo'lsam, nima hosil bo'lar ekan? 10 ta o'nlikni birlashtirib yozsam, bitta yuzlik hosil bo'lar ekan. Bitta yuzlik degani bu 100 sonini anglatadi. Bitta o'nlik deganichi? Ha, 10 sonini anglatadi. Bitta birlik esa 1 sonini anglatadi. Endi 235 soni qanday hosil bo'ladi? Bu yerda 235 sonidagi 5 raqami birlar xonasini bildirib turibdi. 3 raqami esa o'nlar xonasini bildiradi. 2 raqami esa yuzlar xonasini bildirar ekan. Buni quyidagi chizma orqali yanada yaxshiroq tushunishingiz mumkin. Birlar xonasida 5 raqami turgani uchun 5 ta kubikcha mana va o'nlar xonasida 3 raqami turgani uchun mana o'nlikni ifodalovchi 3 ta kubikcha mana. Tushundinglar? 3 talik ustunlar mana. Xuddi shunaqa 2 raqami yuzlikni ifodalab turibdi. Shuning uchun bu yerda mana 2 ta yuzlikni ifodalovchi kubiklar tasvirlangan. Mana shularni birlashtirib biz 235 sonini hosil qilar ekanmiz. Tushundingiz-a?